Hech e'tibor berganmisiz? Nega qushlar tanasi qimirlasa ham boshini bir nuqtada qilt etmay ushlab tura oladi? Ilm fanida bu hodisa vestibular okulyar refleks deb ataladi. Bu qushlarga xuddi o'rnatilgan datchik kabi xizmat qiladi. Tana qanchalik qimirlamasin, bosh va ko'zlar nigohni bir joyga qat'iy muhrlaydi. Ayniqsa, yirtqich qushlarda bu qobiliyat hayotiy muhim. Ular shiddat bilan uchayotganida ham o'ljasini ko'zdan qochirmasligi uchun Alloh ularga eng mukammal stabilizatsiya tizimini in'om etgan. Insoniyat bugun erishgan eng zamonaviy texnologiyalar, masalan, telefoningizdagi video silkinishini saqlaydigan stabilizator, aynan mana shu qushlarning bosh harakati andozasidan olgan. Biz buni yangilik deb bilsak-da, bu tizim tabiatda million yillardan beri mavjud. Hatto eng so'nggi mototsikl texnologiyalari ham tabiatdan ilhomlanmoqda. Muvozanatni saqlash xususiyatiga ega. Uning o'rta qismidagi maxsus detallar xuddi qushning bo'yni kabi harakatlanib mototsiklni yiqilib ketmasligi va har qanday holatda ham barqaror turishini ta'minlaydi. Insoniyat o'zini kashfiyoti deb hisoblaydi. Biroq biz yasagan eng murakkab robot va stabilizatorlar birgina qushning oddiy bo'yin harakati oldida ojizdir. Bularning barchasi tasodif emas. Bu Allohning cheksiz mo'jizasi va bizga bergan ne'matidir.